Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Kim Rossiyaga bosim o'tkazmasa, u sherikdir – Zelenskiy. Rossiyaga bombardimonchilarni almashtirish uchun necha yillar kerak bo'ladi – ekspertlar fikri. Missiya yakunlandi. Wagner XXK Malidan ketishini e'lon qildi. Hindiston hukumati o'z aholisini sanashga kirishdi. Si Szinpin va Tramp telefon orqali nimalarni gaplashgani aniq bo'ldi. Toshkent viloyatida eshak go'shtidan somsa tayyorlab sotayotganlar qo'lga tushdi. Xitoyda ayollar begonalarni quchoqlagani uchun pul to'lamoqda. Ukraina prezidenti xalqaro hamjamiyatni Rossiyaga bosimni keskin oshirishga chaqirdi. Bir kechaning o'zida Rossiya Ukrainaga 400 dan ortiq dron va 40 dan ortiq raketa uchirdi, dedi Vladimir Zelenskiy. Rossiyaning yangi ommaviy hujumi fonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni Moskvaga bosimni keskin oshirishga chaqirdi. Bugungi hujumda jami 400 dan ortiq dron va 40 dan ortiq raketalar, jumladan ballistik raketalar qo'llandi. 49 kishi jarohatlandi. Hozirgacha 3 kishining o'limi tasdiqlandi. Rossiya buning uchun javob berishi kerak, deb yozdi u 6-iyun juma kuni X platformasidagi mikroblogida. Ushbu urushning dastlabki daqiqalaridanoq Rossiya shahar va qishloqlarga zarba berib, barcha tirik mavjudotni yo'q qilmoqda. Ukrainani o'zini himoya qilishi uchun biz allaqachon dunyo bilan ko'p ish qildik. Ammo hozir Amerika, Yevropa va butun dunyo Rossiyaga bosimni kuchaytirib, bu urushni to'xtatishi mumkin bo'lgan payt. Agar kimdir bosim o'tkazmasa va urushga odam o'ldirish uchun vaqt bersa, bu sodir bo'layotgan ishlarga sheriklik va mas'uliyat, qat'iy harakat qilish, deydi u. Ukraina havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina hududiga tungi zarbalar berishda jami 452 uchuvchisiz uchoq va turli raketalardan foydalangan. 407 ta shahid hujumkor uchuvchisiz uchog'i, 6 ta Iskandar KN-23 ballistik raketalar, 36 ta X-101 qanotli raketalari, 2 ta Iskandar K qanotli raketasi, shu bilan birga havo hujumidan mudofaa kuchlari radioelektron urush vositalari yordamida 406 nishonni yo'q qildi yoki bostirdi. Rossiyaga bombardimonchilarni almashtirish uchun necha yillar kerak bo'ladi, ekspertlar fikri. Rossiya harbiy aerodromlariga Ukraina uchuvchisiz uchoqlarning hujumi natijasida shikastlangan strategik jangovar samolyotlarni almashtirish uchun Rossiyaga yillar kerak bo'ladi, deb xabar berdi 6-iyun juma kuni Reuters agentligiga ushbu sohadagi g'arb ekspertlaridan biri. Bu yo'qotishlar Rossiya armiyasining o'z imkoniyatlari chegarasida ishlayotgan asosiy kuchlarga jiddiy bosim o'tkazadi, dedi agentlik Qirollik Birlashgan Mudofaa tadqiqotlari instituti eksperti Justin Bront. Bombardimonchilarning yo'qotilishi Rossiyaning yadroviy salohiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi dargumon. Uning yadroviy kuchlari asosan quruqlikda va suv osti kemalaridan uchiriladigan raketalar tashkil etadi, deb yozadi Reuters. Shu bilan birga foydalanishdan chiqarilgan samolyotlar Rossiya aerokosmik strategik kuchlarining bir qismi bo'lib, ular Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi davomida Ukraina hududida qanotli raketalarni uchirish uchun ishlatilgan, deb ta'kidlaydi Bronk. Missiya yakunlandi. Wagner XXK Malidan ketishini e'lon qildi. Wagner yollanma jangchilari 3,5 yil davomida Mali xalqi bilan yelkama-yelka terrorizmga qarshi kurashgani va endi mamlakatni tark etishini ma'lum qildi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi Maliyadagi asosiy missiyasini bajarib bo'lgan va ushbu natija mamlakatni tark etishini e'lon qildi. Bu haqda yollanma jangchilarga yaqin bo'lgan Razgruska Wagner Telegram kanali xabar berdi. Qayd etilishicha, yollanma jangchilar 3,5 yil davomida Mali xalqi bilan yelkama-yelka terrorizmga qarshi kurashgan. Biz yillar davomida tinch aholini dahshatga solib kelgan minglab jangarilar va ularning komandirlarini yo'q qildik. Mahalliy vatanparvarlarga o'z yurtini himoya qila oladigan kuchli va intizomli armiya tuzishda yordam berdik va eng muhim vazifani bajardik. Barcha mintaqaviy poytaxtlar qonuniy hokimiyat nazoratiga qaytdi. Missiya yakunlandi. Wagner XXK uyga qaytmoqda, deyiladi postda. Wagner XXK Malidagi ishlar uchun odamlarni yollayotganiga oid ommaviy axborot vositalarida ilk xabarlar 2021-yil sentyabr oyida paydo bo'lgandi. O'shanda davlat to'ntarishi natijasida polkovnik Assimi Goita hokimiyat tepasiga kelgan. Shundan keyin mamlakatdagi 5000 dan ortiq fransuz harbiy xizmatchilari olib chiqib ketilgan edi. G'arb ommaviy axborot vositalariga ko'ra, yollanma jangchilar Mali harbiylarini tayyorlashi va yuqori martabali amaldorlar himoyasini ta'minlashi kerak bo'lgan. Rossiya TSUBT mavjudligini amalda tasdiqlab, Rossiya Federatsiyasi rasmiylarining bunga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. Hindiston hukumati o'z aholisini sanashga kirishdi.
Ijtimoiy tabaqalar haqidagi ma'lumotlar 93-yildan so'ng ilk bor ro'yxatga olindi. Hindiston hukumati 6 yillik kechikishdan so'ng nihoyat aholini ro'yxatga olishni e'lon qildi. U 2 bosqichda o'tkaziladi va 2027-yilga borib yakunlanadi. Dunyoning eng yirik ma'muriy tadbirlaridan biri hisoblangan Hindistonning har 10 yilda bir marta o'tkaziladigan aholini ro'yxatga olish jarayoni mamlakat uchun nihoyatda muhimdir. U ijtimoiy yordam dasturlarini rejalashtirish, federal mablag'larni taqsimlash, saylov okruglarini chizish hamda muhim siyosiy qarorlar qabul qilishda asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi. So'nggi ro'yxatga olish 2011-yilda o'tkazilgan edi. 2021-yilda navbatdagisi o'tkazilishi kerak edi, biroq COVID-19 pandemiyasi sabab bir necha bor kechiktirilgan. So'nggi yillarda esa hukumat ro'yxatga olish sanasini nega cho'zayotgani borasida rasmiy izoh bermagan. Ichki ishlar vazirligi 5-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida aholini ro'yxatga olish 2 bosqichda amalga oshirilishini va asosiy hisob sanasi sifatida 2027-yil 1-mart belgilanganini ma'lum qildi. Biroq jarayon qachon boshlanishi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Himolay tog'larining qor bilan qoplangan hududlari Uttarakhand, Himachal Pradesh, Ladakh, shuningdek Jammu va Kashmir uchun esa maxsus hisob sanasi 2026-yil 1-oktyabr bo'ladi. Bu safar ilk bor Hindiston hukumati barcha fuqarolarning kastaga mansubligi haqida ham ma'lumot to'playdi. Bu masala mamlakatda ijtimoiy va siyosiy jihatdan juda sezgir sanaladi. Oxirgi marta kasta haqidagi ma'lumotlar 1931-yilda Britaniya mustamlakasi davrida rasmiy tarzda ro'yxatga olingan edi. Ro'yxatga olish Hindistonning 1948-yilda qabul qilingan aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonuni asosida o'tkazilgan. Bu qonun jarayonni amalga oshirish huquqiy asosini belgilab bergani bilan ro'yxatga olish aniq qachon o'tkazilishi yoki natijalari qachon e'lon qilinishi kerakligi haqida muddat bermaydi. Si Szinpin va Tramp telefon orqali suhbatlashdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, suhbat Amerika tomonining tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Ma'lum qilinishicha, muloqot davomida AQSh va Xitoy o'rtasida munosabatlar g'oyat muhim ekanligi ta'kidlangan. AQSh-Xitoy iqtisodiyoti yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolayotganidan mamnun ekanini bildirgan. Mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik ko'p ijobiy natijalar keltirishi aytilgan. Ta'kidlanishicha, ikki davlat rahbarlari har ikki tomon jamoalari Jeneva konsensusini amalga oshirishni davom ettirishi va muzokaralarning yangi bosqichini imkon qadar tezroq o'tkazishga kelishib olgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan telefon orqali suhbat paytida undan Xitoyga tashrif buyurish taklifini olgani va o'z navbatida uni Vashingtonga taklif etganini ma'lum qildi. Suhbat davomida prezident birinchi xonim va meni Xitoyga tashrif buyurishga samimiy taklif etdi. Men ham o'z navbatida javob qaytardim. Ikki buyuk davlat prezidentlari sifatida har ikkimiz ham ushbu uchrashuvni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Biz OAVga bo'lajak uchrashuv jadvali va joyi haqida xabar beramiz, deydi Tramp. Uning aytishicha, suhbat 1,5 soat davom etgan va asosan savdo masalalariga bag'ishlangan. Rahbarlar yangi savdo bitimini amalga oshirish masalalarini muhokama qildilar va muzokaralarni davom ettirish uchun delegatsiyalarga borishga kelishib oldilar. Trampning ta'kidlashicha, bo'lib o'tgan muzokarada Rossiya, Ukraina yoki Eron masalalari ko'tarilmagan. Toshkent viloyatida eshak go'shtidan somsa tayyorlab sotganlar qo'lga tushdi. Toshkent viloyati Parkent tumanida eshak go'shtidan tayyorlangan somsalarni sotgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha sud hukmi o'qildi. Ma'lum qilinishicha, Nurafshon shahrida yashovchi shaxs o'ndan ortiq eshakni so'yib go'shtini sotish bilan shug'ullangan. U 200 kilogramm eshak go'shtini Toshkent shahridagi fuqaroga kilogramini 20 ming so'mdan sotmoqchi bo'lgan vaqtida qo'lga olingan. Toshkent shahridagi xaridor esa 193 kilogramm eshak go'shtini 3,8 million so'mga sotib olayotgan paytda ushlangan. Uning yashash manzilidan qo'shimcha 60 kilogramm kelib chiqishi noma'lum go'sht topilgan. Bu go'sht Parkentdagi tez ovqatlanish shoxobchasida somsa tayyorlash uchun ishlatilgan. Sud jarayonida 3 nafar shaxs Jinoyat kodeksining 186-moddasi 2-qismi bilan aybli deb topildi. 2 nafari 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 3-shaxs esa 3 yil 8 oy 15 kunga ozodlikni cheklashni jazosini oldi. Xitoyda ayollar begonalarni quchoqlagani uchun pul to'lamoqda. Xitoyda yangi va noodatiy psixologik xizmat tobora ommalashib bormoqda. Yolg'izlik va stressdan charchagan ayollar begona erkaklarni quchoqlash evaziga pul to'lamoqda. Quchoqlash xizmatining mashhurligi ortib borayotgani bejiz emas. Ayollarning so'zlariga ko'ra, qisqa muddatli jismoniy yaqinlik ularga ruhiy taskin, xavfsizlik hissi va sokinlik bag'ishlaydi. Ushbu xizmat narxi 5 daqiqa uchun $7 tashkil etadi. Mahalliy ayollardan biri o'z boshidan o'tgan voqeani internetda baham ko'rdi. U dissertatsiya yozish bosqichida og'ir stressni yengillashtirish uchun erkak bilan quchoqlashish xizmatidan foydalanganini aytdi. Meni quchoqlashganda o'zimni xavfsiz va barqaror his qilaman deb ta'kidladi. Qiziq jihati shundaki, bu turdagi quchoq seanslari ko'pincha jamoat joylarida, metro stansiyalari, savdo markazlari yoki park hududlarida amalga oshiriladi. U yerda maxsus quchoqlash mutaxassislari bilan bevosita tanishish mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.